Soat millari 6:08. Ertalabdan yetib keldik. Mana bizda shunday kelgan mehmonlarga aeroportdan tushirgan somsa beramiz. Undan keyin xullas kalam osh beramiz, keyin davlat qilib jo'natib yuboramiz. Aka oshni oling bu yerga tez salatlarni. Osh qilasizmi? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aziz yurtdoshlar, siz Faxriddin Murtazoyev kanaldasiz. Faxriddin Murtazoyev kanali sayohat qiladigan, sayr qiladigan va shunga da'vat qiladigan kanal. Bugun eksklyuziv video, xudo xolasa, Bakovul choyxonasi jamoasi bilan Zo'r TVga sayr qilamiz, sayohat qilamiz. Siz bizga obuna bo'lib qo'ying, biz videoni boshlaymiz. Zo'r TV uchun sara mevalarni olishga do'stim bilan birga yo'lga chiqdik. Kech bo'lishiga qaramasdan do'stim bilan bozor qilishga kirishdik. Baxmalning mashhur sara olmalari Zo'r TV ijodkorlari uchun. Biriga bir buyurtma oshning kam ko'stini to'ldirish uchun E'zoz Market bizga yaqindan yordam berdi. Bakovul choyxonasining sha'nini oqlaydigan oshpaz akalarning kayfiyati yaxshi. Ko'z tegmasin Allohim. Xudo xolasa mana Zo'r TV uchun Jizzaxdan g'allar oldim bakovul somsalarini upakovka qilish boshlandi. Sağolacak aka, getirecek. Yigitlar kayfiyat qanday, zo'rmi? Ya rahmat. Buyurtma oshimizning hamma kam ko'stini to'g'irlab, kechasi 22:00 da Toshkent tomon yo'l oldik. Haydovchimizdan Alloh rozi bo'lsin, yarim tunda Azim Toshkent shahriga eson-omon kirib keldik. Albatta, Toshkentga yarim tunda kelgandan keyin bizga boshpana kerak. Bizga boshpana bergan opacha, rahmat sizga. Opacham bo'ladi. Videomiz davom etadi. Soat millari 6:08. Ertalabdan yetib keldik. Ha. Hurmatli tomoshabinlar, xudo xolasa Zo'r TVdagi ertalabdan salom dasturidagi chiqishimizni boshladik. Maqsadimiz g'allar olding sha'nini ko'klarga ko'tarish. Maqsadimiz Bakovul choyxonasini O'zbekistonga, dunyoga tanitish. O'tirib kelib Bobit. Hakku Homer.
Afsonaviy sumo. Yokozuna Yokozuna. Teşekkürler size. Ha. Nazar, kranda kim var? Akele. Yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, Zo'r kanali muxlislari. Oldinda turgan bu birdek keladigan odam kim ekan deb o'ylasang kerak bu odam. Yaponiyada Aysegan bor. Quyosh chiqar o'lkada. Sumo bo'yicha jahon chempionatida ham katta odam. Odam neydi? Akuho brat deganlar mana ko'ryapsizlar. Welcome Uzbekistan, welcome Uzbekistan, welcome Uzbekistan. Mikrofon bering. Va alaykum assalom. Tushunlaringmi bu yaponchasiga osh yeganlarmi yemaganlarmi? Osh tuzini bering. Bo'ladi, endi qarang. Osh tuzini ko'rsin, ayting tuzini ko'rsin. Tushasizmi? Bunday. Bizlar oshi bitonkada. Galarol. Ne? Maka bo'ling bila ayil. Somsa qani, somsa oling, bo'la bitta oling. Qani. Biz ayting O'zbekistondagi eng kichkina somsa deng, ayting. Ya, bizning O'zbekistonda o'z somsalar asosan bundaqa laganda beriladi, bundaqa. This one. Katta laganda. İçine kirmeyimiz. Lagan bir çekesi koyduğu var. Ha, o şenge. Ha, kar, böyle şunu alayım. Ha, bunu siz için kıldık. Özüm ha, özüm polnu kılıp, tandırlarken polnu basıp, tandırda bir şey aytık. Tandır mı? Tandır. Tamam. Ha, bu nasıl bir durum? Kan böyle de. Bunu işte. Ha, qanday bekka bo'la qara. No, tak sraz ma. Ha, bo'la. Bu gavdaga bu ham nima sichqonchiga o'xshagan gaplar, bu gaplar. Ha, qalay? Good? Oho, nima tila bo'ladi? Yana bitta ishingni. One more. Ha, oling bo'la. Aysening qardoshning ismi ertalab yo'g'on narsalar yaxshi. It's good. Ana bizda shunday kelgan mehmonlarga aeroportdan tushib somsa beramiz. Undan keyin xullas kalam osh beramiz ki davlat qilib jo'natib yuboramiz. Davlat bo'lmasligi uchun esrave show. Vaziyat. Men qara yaponchaga qo'shib jo'rtaga bir narsalar, tushundingmi? Davay. Muxlisa Bakovul somsasi yaponiyalik sumo bo'yicha chempionga ham yetib bordi. Bakovul choyxonasi eng zo'r tanlov. Muhim ma'lumotni aytib o'tmasam bo'lmaydi. Bu yerga kelishimizga sababchi insonlardan Sardor chef, ya'ni Sardor aka oshpaz akamiz bo'ladi. Bizga bu yerga kelishga sharoit yaratib bergan esa Bakovul choyxonasi. Bizga mana shunday imkoniyat taqdim etgan Zo'r TV telekanali Ertalabdan salom dasturi. Albatta, piramida efirda ishlash qiyin. Aka oshni oling, bu yerga tez salib turadi. Osh qilasizmi? Aka menga Sizlar, sizlar sahnaga tushsanglar qo'shib bera olaman. Hozir osh deydi qo'shib berib olgandan keyin mix oshxona bilan bu yerda o'taveramiz. Tugatamiz-da shunda. Ota-bobolarimizda qolgan ajoyib naql bor, ajoyib maqol bor. Shundan iboratki,
nasib qilsa kelursan Shomiroqdan, nasib qilmasa ketursan Oshqovoqdan. Qarang sizlar, G'alarol tumani Bako'l choyxonasining osh somsasi yaponiyalik mehmonga nasib qilgan ekan. Osh bo'lsin. Thank you. Thank you. Arigato. Bako'l taomlari Yaponiyadan zabt etdi. Videoni shu yerda yakunlashdan oldin eng qiziq narsa kadr ortidagi ijodkorlar. Siz faqat chiroyli joylardan ko'rishingiz mumkin, lekin mana shu jonli efirga juda ham ko'p insonlar mehnat qiladi. Birinchi marta kelishim jonli efirga. Taassurotlar ajoyib. Imkoniyat bo'lsa, vaziyat bo'lsa, hammaga taklif qilamiz jonli efirda. Kadr ortida aka rahmat. Bugun Mashrab aka kadr ortida bo'ldi. Zominlikni aka bilsalar, kim namozovdan tagi bor. 92-yil. Turkiylardan men. 92-yil. Men 92. 92. 92. Akalar sizlarga rahmat. Yaxshi qo'linglar. Charchamayman. Sog' Sizlarga salom. Bakovul sraz. Kim edi? Bako'l. Bakovulga perivalda tushda burchakda joylashgan. Kutamiz nasib bo'lsa. Biz boramiz, sizlar ham tashrif buyuringlar. Yo'lda o'tgan san'atkorlar eng zo'r osh somsa faqat Bakovul. Bemalol. Men aytib, yaqinda to'yga borib keldim. Yonimda qiz topib qolishdi, xolos. Juda qulay lokatsiya bor anaqa. Gastrolga chiqarganlarga. Kechgada, Videoni shu yerda yakunlaymiz. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling, sayr qiling, sayohat qiling.